bitta aytaman hozir. Mana hozir bizga Nafosat to'g'ri o'tib aytmoqda. Karbonadada bugun Queen Nafosat. Munira opamni juda ham hurmat qilaman. Munira opa, sizni kontentlaringiz bilan o'zimni izohlarimni ochiq bildiraman. Olib borayotgan shaxsiy brendingiz juda ham kuchli. Kontentlar orqasida, kontentlar juda ham chiroyli va brendning orqasida siz borligingizni ko'rsatadi. Oho, dinozavr davrlaridan beri faoliyat ko'rsatasiz. Va masjidga kelsam bilasiz, mazza qilaman. Bu bizning yaqin munosabatdaligimizda yoki sizga bo'lgan hurmatim uchun emas, haqiqatan ham bilasiz, men har doim to'g'ri, ochiq fikrlarimni yetkazishga odatlanganman. Masjidga kelsam men o'zimga uyut his qilaman, chiroyli muomalani his qilaman. Hamma narsa mana o'zingizni ko'nglingizga yoqadigan darajada-da. Misol uchun masterlarim manikyur, pedikyur, Fazilata opam bo'ladi, Dilbar bo'ladi, Umida opam bo'ladi. Hammalari bilan opa-singildek judayam bir yaqin munosabatdamiz. Sizni o'zim opa sifatida hurmat qilaman, ishlaringizga rivoj tilayman va har doim mana shu Karbonado yildan-yilga rivojlanib, klientlarni eng sevimli dam oladigan maskanga aylansin. Rahmat. Biz ham sizni ko'rsa bilasiz, masterlar ham xursand bo'lib ketadi. Ko'z yorboy, Nafosatga. Точно bilamiz, yozdirmagan. Primoyga Manda shu odat bor, lekin случайно chiqib qoladi. Keling, payti bruchat qilganingizga rahmat. Sizga xursand bo'lamiz, kevring. Rahmat. Yaxshi boring. Ishlaringizga omad tilayman. Juda ham go'zal, yana ham kattalarsin, filiallari ko'paysin. Amin. Mana shunaqa tilaklarni tilayman. Amin.